Moskvadan 4000 dan 6000 rublgacha bemalol bir kunda ishlash imkoniyatiga ega ish bormi Zuhriddin deganlarga? Ha, bizda ish bor. Moskvada kuniga 4000 so'mdan 6000 rublgacha bemalol ishlab topish mumkin. Undan tashqari, bu ishda yotog'i tekin, registratsiya tekin, 3 mahal ovqati ham daji tekin. Nimaga 3 mahal ovqat Zuhriddin tekin deyapsiz desanglar, sizlarga bu 3 mahal ovqat bermaydi. Faqat misol uchun bu ishimiz, aytib o'tay, eng avvalo bu ish samokat dastavka, ya'ni dastavka xizmati. Velik, elektrovelik, oyoqda emas, qo'lda elektrovelosiped tekinga beradi. Forma beradi, sovqatsangiz bo'shlati tekin, mutlaqo. Aytib o'tganimdek, yotoq, registratsiya, forma, velosiped mutlaqo tekin. Undan tashqari 3 mahal ovqat bu har hafta mana shu samokat sizlarga kupon beradi. 1800 rubllik. Ya'ni bu hisoblasanglar bir oyda 7,5 mingga to'g'ri keladi. Pashti 8000 rubl. Bu degani 8000 rublga bemalol pitaniya qilsangiz bo'ladi degani. Biz o'zimiz ham Moskvada 5000 dan 6000 gacha bir oyda rasxod qilamiz. Men aniq o'ylaymanki, mana shu 7,5 ming, 8000 ajratgan kupon 3 mahal ovqatingizga bir oy davomida yetib ortadi degan umiddaman. Chunki bu sinovdan o'tgan. Shuning uchun biz sizlarga 3 mahal ovqat ham mutlaqo tekin dedik. Xo'p, smenasi endi bu yer ob'yom emas, bu yer olib borgan zakasingizni soniga qarab sizga oylik chiqadi. Oyligi bir oyda bir marta, har 15-chisloda, ya'ni 1-dan 30gacha pulini 15-chisloda olasizlar. Har hafta avans. Bir hafta ishlaysiz, keyingi hafta juma kuni o'sha sizga bu haftada necha kun ishlagan bo'lsangiz, shuncha avans tushadi. Xo'p, bu elektrosamokatda bir joydan olasiz, 2 kilometr, 3 kilometr radiusda olib borasiz xolos. Ya'niki har xil joydan zakaz olinmaydi. Faqat bitta tochkadan olasiz, 2 kilometr, 3 kilometrga olib borib tashlab kelsangiz bo'ldi. Yosh 18 dan 45 yoshgacha ish Moskvada, Moskva patent bo'lishi shart. Kimda Moskva patent bo'lsa, 18 dan 45 yoshgacha bo'lsalar, tezda ekrandagi nomerga aloqaga chiqishingiz mumkin.